Spiral va gormonal tabletka. Homiladorlikdan saqlanish uchun qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, xulosani o'zingiz qilasiz. Spiral bachadon ichi vositasi. Ayollarimni oldin davolayman, keyin spiralni qo'yib beraman. Trombotitlar normada, gemoglobin miqdori normada, bachadon ichi toza, qin toza, bemalol qo'rqmasdan spiral qo'ysa bo'ladi. 5-10 yilga bexavotir mazza. Hormonal tabletka strelka bo'ylab har kun bir xil vaqtda to'q qorinda ichib yurishingiz kerak bo'ladi. Deylik, semizlik, sahrli diabetga moyillik, davleniya, yurakda operatsiya o'tkazilgan, varikozi bor ayollarga mutlaqo mumkin emas. Tabletka ichish esdan chiqdi. Qon ketadi, homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Ginekolog xizmati kerak bo'lsa, direktga savollaringizni qabul qilaman.